Assalomu alaykum, salomatmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Bu video taxminan 1 yil oldin bo'lishi kerak edi, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra hech vaqt bo'lmadi, shu bilan qolib ketdi. Bu ko'p mashinani unpacked bo'lgan korobkadan ochish videolarini olib qo'ygan edim. Endi ko'ramiz, balki favorlarimiz bo'lmasam mana shu videoni davom ettiradi. Xo'p, bu videoda nimalarni ko'rsatib beraman? Amerikadan, ya'ni eBaydan qanaqa qilib texnika olishda unda nimaga ahamiyat berish kerakligini aytib o'taman. Undan tashqari, ya'ni foydali bo'lishi uchun kofeni turlari qanaqa bo'ladi, nimalardan bir-biridan farqlanadi, havaskor sifatida aytaman. Ya'ni men professional emasman. DeLonghi firmasini, adashmasam, model 3260 edi. Buni oldim. Taxminan $75 Amerikadan, eBaydan sotib oldim. Bu open box, ya'ni ishlatilmagan, lekin yangi holatda bo'lgan. Korobkalari ham bor, yangi holatda edi. Menga Amerikadan Toshkentga olib kelish taxminan yana bir $60-70 ga tushdi. O'shanda menga 130-135 ga tushdi. Kofe mashinasi narxi. Toshkentda aynan xuddi shundan yo'q, lekin shuni funksiyasini bajaradigan kofe mashinalari o'rtacha 200 dan qimmatroq edi, DeLonghi firmasiniki. Endi menga o'sha Amerikadan arzonroq tushgani uchun shuni qilganman, lekin men bilmagan narsam bor edi. Shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu narsa Amerikada standart 110 ekan, bizda 220, ularda 110 ekan. Shuni hisobiga men bilmaganman, o'qimaganman. Shuni uyga olib keldim, kofe qildim, bitta kofe tayyorladim. Bitta ichdik, ikkinchisi уже tayyor bo'lmadi, kuyib qoldi. Shu bilan 1 oy, 2 oycha yotdi. Keyin bilsam, o'sha bunga bunaqa tokka 220 ni 110 qilib beradigan bunaqa transformer kerak bo'lar ekan. Bu taxminan $25-30 turar ekan buni o'zi ham. Ichidagi pompasi kuyib qolgan. O'sha kofe mashinani eng qimmat narsasi ham shu pompa hisoblanar ekan. U ham $30 atrofida oldim uni. Uni yo'l kirasi, ustani puli, shu bilan menga $200 dan shuga aylanib ketdi. Bu ruchnoy hisoblanadi. Nima? Bu yerga maydalaydiganda maydalab turib, shu tayyor maydalanganini solib tayyorlaysiz. Bu yerdan sut ko'pirtirib turib, o'sha cappuccino yoki latteni tayyorlasangiz bo'ladi. Men nimaga buni tanladim desa, mana shu savolga men javob bera olmayman. Nimaga? Chunki ortiqcha pul to'lagim kelmadi, to'g'risini aytsam. Buni avtomat, ya'ni avtomat yoki pol avtomat variantlari ham bor. Ular hozirgi kunda DeLonghi firmaniki, adashmasam, kofeni tayyorlab berish funksiyasiga qarab turib 450 atrofida. 450 atrofida. Endi u ham ya'ni funksiyasiga qarab turib narxi oshib ketaveradi. Uni tepalariga ham bor. Shunaqa gaplar. Endi YouTubedan ko'rganimda men misol uchun obzorlarni ko'rganimda yomonlashmadi. Vроде shu kundalik ishlatishga yaxshi bo'lgani uchun oldim. Entry level uchun menimcha ideal variant. Xo'p, shunaqa. Endi bu agar siz misol uchun bu nima minus tomoni bor deydigan bo'lsangiz, minus tomoni har bitta kofeni tayyorlashingiz taxminan 3-5 minut vaqt ketib qoladi. Agar bittada misol uchun bir nechta odamga tayyorlashingiz kerak bo'lgan bo'lsa, unda vaqtingiz ketib qoladi. Nimaga? Chunki bu yerda tayyor kofeni, men maydalangan tayyorligi bor. Buni olib, solib, ichidan aytgancha bunaqasi chiqadi. O'ziniga olib, solib, kofeni hozir tayyorlanish jarayonini ham ko'rsataman. Ya'ni shu jarayon o'ziga 3-5 minut ketib qoladi. Menga bu narsa muammo bo'lmagani uchun mana shu versiyani tanlaganman. Shunaqa. Endi kofeni turiga keladigan bo'lsak, bu kofe mahalliy qo'riladi. Kofeni ham bir qancha brendlar bor Toshkentda sotiladi. Endi
men ham bu oldin bilmaganman, lekin mana shu sekin foydalanib boshlaganimdan keyin tushundim. Kofeni xom, ya'ni yashil va anaqasida olib kelib turib, endi bunaqa deyishim qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin mana shu yerda qo'rilish jarayoni Toshkentning o'zida bo'lsa, bu yaxshi bo'lar ekan. Nimaga? Chunki kofeni qo'rilgandan keyin o'rtacha 1 oygacha o'zini o'sha fokusini yaxshi holatda saqlab turar ekan. 1 oydan keyin уже orqaga ketadi. O'shaning uchun men sizlarga tavsiya berardim. 1 oy, ya'ni qadoqlanganiga, ya'ni qo'rilganiga 1 oygacha bo'lgan kofeni ishlatib ko'rishni tavsiya qilardim. Misol uchun o'zingizlar bemalol farqini sezasizlar. Ham kofeni ham turlari bor. 100% arabika deyiladi. Arabika ya robusta bo'ladi. Robusta nordon kofeini ko'proq bo'ladi. Arabikada yumshoqroq nisbatan hidi, aromati yaxshi hisoblanadi. Arabika o'zi qimmatroq hisoblanadi. Endi kofein turlari ko'p, menimcha, ya'ni turlari deganda qaysi davlatdan kelganiga qarab turib, bir Keniya deydi, Kolumbiya deydi, ularni menimcha yaxshi tushunmayman. Lekin o'sha tushunganim balans holatda 20 ga 80 ideal holatni bilaman men uchun. Ya'ni kimdirlar shunaqa, ya'ni men o'zim ham har qanaqa versiyalarni ishlatib ko'rib, shuni o'zimga ma'qul deb topdim, ya'ni 20 ga 80 varianti. Xo'p, bu kofeni olganda men o'sha kofe magazinda bor, o'sha magazinda tayyor o'z zernoy bo'ladi, donali bo'ladi. O'shani olganda etilsa, ular o'zi maydalab tayyor anaqa shu mashinani etsangiz, sizga shunaqa maydalab tayyorlab beradi. Bitta tayyorlab ko'rsatamiz, bo'lmasa mana olamiz. Yani birinchi, keling, endi mana noqulaylik jihati nimaga? Mana bu misol uchun oshxonada turadigan bo'lsa, oshxonada shu yana qo'ppayib, shu orqasida turish kerak bo'lib qoladi. Xo'p, buni yoqiladi. 220 ni 110 qilib beradi bunga. Buni mana bu yerdan yoqamiz. Bu yashil chirog'i yonganda bitta mana hozir solib bitta tayyorlab ko'rsataman. Davomida shu kofeni farqlarini ham aytib o'tib ketaman. Endi men professional emasman, havaskorman. O'sha endi professionallar ko'rayotgan bo'lsa, xatoga aybga buyurmaysizlar. Shunaqa. Xo'p. Kofeni farqlari hozir buni tushiradiganimiz, bu espresso hisoblanadi. Yashil yondi, yashil yongandan keyin bosamiz, burimiz to'g'rirog'i. Bu shu holatda endi espresso bo'ladi. O'zi 25 minutmi qancha deb turadi. Endi bu o'zingizga bog'liq. Misol uchun kamroq qilsanglar ham bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tkazganda endi buni mana bitta ko'pirtiramiz. Xo'p, mana shu holati bu espresso hisoblanadi. 30 gram, ya'ni 30 gram bo'ladi. Bunga endi suv solinsa, 100-120 suv solinsa, bunda americano bo'ladi. Americano o'sha qora kofe bo'ladi. Xo'p. Yana qanaqa turlari bor? Sut solinsa, ya'ni adashmasam 100 dan kamroq, grammini o'zingiz ko'ra olasizlar, men bilmayman. U cappuccino bo'ladi. Sutda 100 emas, 150 atrofida solinsa, bu latte bo'ladi. Latte nisbatan yumshoqroq bo'ladi. Endi yana raf deganlari bor. Unda nima bo'ladi? Sut o'sha cappuccino bilan bir xil adashmasam, qaymoq solinadi. Unda ancha yumshoqroq bo'ladi. Xo'p. Keyin yana qanaqa turi bor? Flat white degani bor. Unda 2 marta, ya'ni mana shu holatda shundan hozir yana olib tashlab turib, yana qilib, shundan yana 2 marta
ya'ni 2 hissa deylik, 2 hissa 60 ml espresso solib, 100 gram o'shanaqa solinadi. Sut ko'pirtirib solinsa, o'shanda flat white bo'ladi. Bu nisbatan taxirroq, ya'ni achchiqroq bo'ladi, ya'ni espressoning ta'mi his qilinadi. Hop, endi ChatGPTdan ko'rganimda yana bir qancha turlari bor edi, lekin men bilganlarim shular. Hozir bitta tayinlab ko'ramiz. Hop, mana espresso holati, men biroq kelsin ko'rsatamiz. Hop, mana bunaqa sut ko'pirtirishga shunaqa o'zi temir idishi bor. Ichida kompyuterda ko'rinayotgan bo'lsa, yana gramlari ham bor. Shunaqa sut ko'pirtiramiz, hozir bunga quyamiz. Mana уже yashil tayyor. Ko'pirtiramiz. Shunaqa bitta artib ichidagini qaramiz. Ichida ko'pincha qazorishni sababi shu ichida sut qolib ketib qoladi, shu qazorish uchun. Hop, endi latte art qila olmayman-ku. Shu endi bundoq solib turib, keyin bundoq qilsa bir nimada bo'lib qoladi. Shunaqa. Hozir menimcha bu hozir bu anaqa bo'ldi, menimcha shu kapuchinoga tortadi. Gramlarni o'lchab solmadim. Har kuni shunaqa ichaman. Hop, ichib ko'ramiz. Shu yaxshi. Hozir bir nechtasini aytib o'tdim. Bundan tashqari yana mocha bor, mochato bor. Endi bu, ya'ni sutni oldin, misol uchun kofe solishdan oldin sutni ko'pirtirib olib, keyin kofeni solsa boshqacha ot bilan nomlanadi. Birinchi qaynagan suvni solib turib, keyin ustiga kofeni solsa boshqacha, ya'ni espressoni solsa boshqacha nomlanadi. Shunaqa turlari bor. Espressoni o'ziga qaymoq solib, shunaqa versiyalari bor. Undan tashqari ta'm beradigan siroplar bor. Uni misol uchun karamel deydi. Yong'oqni ta'mi bor, yana bir qancha vanilin shunaqa ta'm beradigan siroplari bor. Ularni ishlatmayman. Shuning uchun bu haqida bir narsa deya olmayman. Men shu oddiy espresso sut solaman, kamroq nisbatan shunchaman shakarsiz. Shu qisqacha shu menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, Amerikadan, ya'ni eBaydan narsa olganda uni voltiga ahamiyat beringlar. Texnika olganda odatda Amerikada 110 volt bo'ladi. Undan tashqari kofein turlari menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Va kofeni olayotganda o'sha qachon qo'rilgani, shu mahalliy ishlab chiqarilgan, mahalliy qo'rilgan kofedan ichib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Unda ham yaqin shu 1 oy ichida qo'rilganini olib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Misol, men bilgan kofeimni hozir Toshkentda ko'payyapti. O'sha kofe anaqalar ham o'zi olib kelib, shu yerda qo'g'irib, keyin anaqashadi set kofelarni nazarda tutaman. Mana hozir ko'rsatmayman. Kofe mashinadan chiqadi, mana bu 3 xil nasatkasi chiqadi. O'sha kichkina, o'rtacha, mana bu kattaroq. Gram. Bu suv solinadi. Suvni o'sha filtrlangan suv solganinglar yaxshi. Ichida nakib bo'lib qolmaydi. Qisqacha shu yetkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentda o'zingizning fikringizni bildirib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz.